Eslatib o'taman. Bu rolikdan keyin nimaga inson qanchalik aqlli bo'lsa, shunchalik g'amgin bo'lishini tushunib yetasiz. Artur Schopenhauer 19-oktyabr 2017-yilda kanadalik astronom Robert Wellick qiziq asteroid aniqlaydi. Asteroidni ortidan kuzatgach, u bizni Quyosh sistemamizga tegishli emasligi aniqlanadi. Shu vaqtga qadar biz yuzlab asteroidlarni kuzatganmiz, lekin ularning hammasi bizning Quyosh sistemamizga tegishli bo'lgan. Ya'ni tarixda birinchi marotaba olimlar bu obyektni qayerdan kelganini hozirgacha bilishmaydi. Undan ham qizig'i shundaki, u Quyosh orbitasiga yaqinlashgach, go'yoki dvigatel bo'lgandek tezlashishni boshlaydi va umuman katta tezlikda harakatlanayotgani aniq bo'ladi. Obyektning o'lchovlari taxminan 400 metr uzunlikda va 30 metr balandlikda, ya'ni u sigara ko'rinishda. Tarixdagi birinchi bor interstellar, ya'ni yulduzlar aro obyekt. Bu obyektni Oumuamua deb atashdi. Va nihoyat yashil odamchalarni topdik va endi ular bizga kelib, o'zlarini texnologiyalar bilan bo'lishadi. Yo'q. Ko'rib turgan narsangiz galaktikalar kolonizatsiyasining simulyatsiyasi. Bizni misolimizdagi modelda sivilizatsiyalarning kemalari odam zoti uchun juda asta deb hisoblangan tezlikda harakatlanishadi. Ya'ni o'rtacha sekundiga 30 km tezlik bilan. Misol uchun Parker Solar Probe sekundiga 190 tezlik bilan harakatlanadi. Manzilga yetib kelgach, yangi koloniyalar faqatgina 100 ming yil o'tgachgina yangi kemasini yuborishi mumkin. Kemalarning maksimal borishi mumkin bo'lgan masofa 10 yorug'lik yiliga teng. Parvozning davomiyligi hayratlanarli 300 yilni tashkil etadi. Shunaqa konservativ hisob-kitoblarga qaramay, deyarli butun galaktikani bosib olish uchun sivilizatsiyaga milliard yildan ham kamroq vaqt talab qiladi. Yana bir marotaba, sivilizatsiya tepada aytib o'tilgan parametrlarga ega bo'lsa, 1 milliard yil o'tar o'tmas kattaligi 100 ming yorug'lik yiliga teng bo'lgan galaktikani deyarli butunlay bosib oladi. Galaktika hajmini hisobga olganda bu juda tez. Agar nima haqida gap ketayotganligini tushunmayotgan bo'lsangiz, mana yana bitta misol. Taxminan dinozavrlar yashagan vaqtda galaktikamizni boshqa nuqtasida sivilizatsiya yaralib, sayyoralarga yorug'lik tezligidan 1000 barobar kamroq tezlik bilan sayohat qila olganida, bugunga kelib ular butun galaktikamizda koloniyalar yaratib bo'lar edi. Eslatib o'taman, yorug'lik tezligidan 1000 barobar astaroq harakatlanish bu siz o'ylagan darajada imkonsiz emas. Undan tashqari, ko'plab olimlarning ta'kidlashi bo'yicha, butun galaktikani kolonizatsiya qilish uchun maksimum 50 yil kerak bo'ladi. Shunday qilib, agar galaktikamizda bizdan 100-200 million yil avval yaralgan sivilizatsiya bo'lganda, u butun galaktikani qamrab olishi mumkin. Hatto qamrab olishi shart. Lekin kechqurungi osmonga bir nazar tashlang. Biror nimani ko'ryapsizmi? Yashil odamchalarni izlashimiz bu shunchaki bizning qiziquvchanligimizdan emas. Agar siz mana Telegram kanalimga obunachisiz bo'lsangiz, siz asteroid 16 psixiyaya $100 kvadrillion turishini bilasiz va u Mars va Yupiter orbitasi orasida joylashgan. Nima qilibdi deyishingiz mumkin, lekin taraqqiyot faqat va faqat biznes ortidan rivojlanib kelgan. Ishonmaysizmi? Mana misol. Deyarli barcha elektronikada ishlatilayotgan suyuq kristallar 1888-yilda Friedrich Reitz Nitzer tomonidan uylab topilgan. Bunday buyuk kashfiyotdan keyin u nima qilgan deb o'ylaysiz? Hech narsa. Prosta pox. Va faqatgina bor yo'g'i 82 yil o'tgach, ya'ni 1972-yilda mana bunday ommabop displeylar chiqishni boshlaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Odamzod kolonizatsiyani boshlamaydi deb o'ylasangiz, adashasiz. Agar buni ortida daromad yotgan bo'lsa, jarayon tezlashishni boshlaydi. Xo'p, sivilizatsiyani kolonizatsiyalashishi jarayoni muqarrar bo'lsa, unda nimaga ular bizni sayyoramizga kelmagan? Do'stim, bu savollarga javob olish uchun Qur'onni o'qing. Yer sayyorasining yoshi taxminan 4,5 milliard yil. Hayot esa, ya'ni birinchi tirik materiya hosil bo'lishi taxminan 4 milliard yil oldin sodir bo'lgan.
400 million yil ko'p deyishga shoshilmang. Koinot uchun bu juda kam davr. Ya'ni yerda qulay sharoit paydo bo'lgandanoq hayot yuzaga kelgan. Mana o'zim bir necha marotaba oddiy materiya tirikka aylanishi mo'jiza deb aytganman. Lekin koinotni kattaligini hisobga olsak, bizga o'xshagan holat albatta takrorlanishi shart. Do'stim, aytdim, hamma narsani buyuk Alloh yaratgan. Odam zoti unikal, qaytarmas. Har safar insoniyat o'zini unikal va noyob deb hisoblagan vaqtida bir necha vaqtdan o'tgandan keyin qanchalik qattiq adashgani haqida tushunib yetadi. Misol uchun, geotsentrizm. Yer koinot markazi emas. Insonning unikalligi, evolyutsiya bu fakt. Koinot odamzod uchun yaralgan. Biz koinotni atiga mana bu davrda istiqomat qilamiz. Bu hali hammasi emas. Astrobiolog Dirk Schultz va William Brain Yer sayyorasidagi hayotni analiz qilib chiqib, yetarlicha vaqt bo'lsa, katta ehtimol bilan har qanday Yerga o'xshagan sayyorada kislorod fotosintezi, eukaryotlik hujayra, ko'p hujayralik va intellekt paydo bo'lishi muqarrar deb ta'kidlashgan. Kepler va TESS teleskoplaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bizning galaktikamizda taxminan 300 milliondan 600 milliardgacha Yerga o'xshagan planetalar mavjud. Bitta narsani tushunishingizni xohlardim. Gap yashil odamchalarni topishda emas. Aynan o'zimizdan tashqari boshqa sivilizatsiyani topa olmasligimizda, boshqalarni izlash bilan birga odamzodni kelajagini hal qiladigan muhim savolga javob topish. Agar biz unikal bo'lmasak va koinotning turli xil burchaklarida hayot katta ehtimol bilan paydo bo'layotgan bo'lsa va yaralgan hayot bir necha vaqtdan keyin istisnolarsiz koinotda kolonizatsiya qilishni boshlasa, nega biz osmonda ularni izlarini ko'rmayapmiz? Xo'p, bu savolga astrofizik Vladimir Lapunov o'zini Katta portlashdan buyuk sukunatgacha degan kitobida shunday javob beradi. Sivilizatsiyalarning o'limini o'ziga xos sababi nimada? Yadro urushimi? Balkim ekologik falokatdir? Yo'q. Ma'lumki, mahalliy sharoitlar va o'ziga xosliklarning barcha mumkin bo'lgan xilma-xilligiga qaramay, turli sivilizatsiyalarning o'limi bitta universal sababga ko'ra sodir bo'lishi kerak. Ya'ni koinotda shunaqa to'sqin borki, u har qanday sivilizatsiyaga koinotlararo sayohat qilishga va umuman har bir sivilizatsiyani oxir-oqibat o'limga olib kelishiga sabab bo'ladi. Va shunaqa to'sqin haqiqatan ham bo'lsa, u haqida oldindan bilib olganimiz yaxshi. Salom atomlar. Tushunganingizdek, bu rolikda faqat yashil odamchalar haqida gaplashmaymiz. Ha aytgancha, yashil odamchalar. Internetga kirib, o'zga sayyoralik deb kiritsangiz, mana bunaqa vaziyatni ko'rasiz. Bu rasmlarda g'alati o'xshashlikni sezmayapsizmi? Bir o'ylab ko'ring. Odamni tasavvuri yerdan turib koinotdagi yerdan bir necha million barobar katta obyektlarni qanday o'zini tushini hisoblab bashorat qilishga qodir. Lekin o'zga sayyoralik deganda u nimagadir tugab qolgandek tuyulmayaptimi? Internetda har xil nazariyalar bor. Misol uchun, hukumat o'zga sayyoraliklar bilan kontakt qilganimizni yashiryapti. Yoki shunga o'xshash gaplarni aytishi va ta'kidlashi mumkin. Kim nima deyishidan qat'iy nazar, bu narsa haqida hech qanaqa dalillangan isbot yo'q. Bu bilan nima demoqchiman? O'zga sayyoraliklar shunday ko'rinishda bo'lishi mumkin degan fikrni qayerdan oldik? Nimaga ko'pchilikni bunaqa tasvirlar hech qanaqa savol tug'dirmaydi? Nimaga biz ular bilan qandaydir qilib aloqa qila olishimizga aminmiz? Stephen Hawkingdan intervyuda o'zga sayyoraliklar haqida so'rashganda u agar o'zga sayyoraliklar Yerga tashrif buyursa, natija Kolumbning Amerikaga qo'nishi bilan bir xil bo'ladi. Bu esa mahalliy amerikaliklar uchun foyda keltirmagan. Asosiy muammoga qaytamiz. O'zga sayyoraliklarni qanday ko'rinishda bo'lishini bilmay turib, ularni qanday qilib izlashimiz mumkin? Balkim ular biz bilmagan rangda bo'lsa-chi? Chunki rang aslida to'lqin. Uni uzunligiga qarab biz ranglarni farqlay olamiz va bizni ko'zimiz seza oladigan diapazon 380 nanometrdan 740 nanometrgacha. Bu bor ranglardan atigi birdan millioni qismi.
Ha, odamzodning tanasi siz o'ylaganchalik ideal emas. U shunchaki Yer sayyorasida yashash uchun mo'ljallangan. Boshqa sayyoralarda hayotni izlashni boshlashdan oldin avvalo hayot nimaligini aniqlab olaylik. Nega deysizmi? Keling sizga nimani nazarda tutayotganimni tushuntirish uchun Stanislav Lem asari Solaris yordamida tushuntirib beraman. Solaris bu sayyora va bu sayyorani aqlli okean qamrab olgan. Lekin u gapira olmaydi va yoza olmaydi ham. Shunchaki suv yordamida har xil shakllarni yarata oladi. Bu shakllar oddiy fontan yoki suv otilishidek emas. Ular qiyin va qandaydir ma'noda ilmga asoslangan. Kosmonavtlar har xil tajriba o'tkazib, okeanda ong borligini tasdiqlashadi. Lekin u bilan odamzod aloqa qila olmasligini tushunib yetishadi. Sababi odamzoti bilan okeanning o'rtasida juda katta farq bor. Va bu haqida kitobda bir qiziq xulosa qilinadi. Biz insondan boshqa hech kimni qidirmaymiz. Bizga boshqa dunyolar kerak emas. Bizga o'zimizni aksimiz kerak. Boshqa dunyolar bilan nima qilishimizni bilmaymiz. Biz shunchaki o'zimizni ideallashtirilgan qiyofamizni topmoqchimiz. Ular bizdan ko'ra mukammalroq sivilizatsiya bo'lishi kerak. Boshqalari esa o'zimizni ibtidoiy o'tmishimizni tasvirini topishga umid qilamiz. Xullas, birorta bir o'zga soyalikni ko'rib qolsak, ular bilan aloqa qilishimizga hech kim garantiya bermaydi. Yo'q, odamzod любой bitta shifrni yecha oladi deb o'ylasangiz, mana bu kitobga bir qarang. Bu kitobni biz bilan bir xil fikrlaydigan odam yozgan. Lekin unda 200 yildan beri nima yozilganini aniqlashga urinishadi. Kitob, ya'ni qo'lyozma 448 ta betdan tashkil topgan. Alifbosida 200 tadan ortiq harf mavjud. Rasmlarda esa harbiy janglar va diniy ramzalar tasvirlangan. Muallifi kimligi aniq emas, lekin kitob Avstriya hududida aniqlangan. Bu qo'lyozmada ishlatilgan til va alifbo boshqa hech qayerda ishlatilmagan. Mana sizga isbot. Bu kitobni siz u bizga o'xshagan va hayotni siz u bizdek tushungan odamlar yozgan. Lekin uni o'qishni iloji yo'q. Agar sizga kitob kamlik qiladigan bo'lsa, yer sharida yetarlicha yashab o'tgan, lekin ularni tushunib bo'lmaydigan tilda gaplashgan sivilizatsiyalar yashab o'tgan. Bilasizmi, insonning aqli biz uchun yagona va noyob hisoblanadi. Va bu haqiqatan ham shunday. Lekin sun'iy intellekt sizning fikringiz bo'yicha aqlga kiradimi yo u shunchaki imitatsiyami? Xohlaysizmi yoki yo'q, sun'iy intellektni koinotdagi materiya rivojlanishining eng yuqori bosqichi deb hisoblanadi. Bunday fikrni Yosif Shkalovskiy targ'ib qilgan. Kim bu odam deysizmi? Sovet astronom astrofiziki va u yerdan tashqari sivilizatsiya, ya'ni o'zga sayyoraliklarni izlashda fundamental hissa qo'shgan olim va uning fikri bo'yicha materiyaning asosiy rivojlanishini quyidagi ketma-ketlik bo'yicha tasavvur qilish mumkin. Jonsiz rivojlanadigan materiya, tirik materiya, bir hujayrali va ko'p hujayrali jonzotlar, tabiiy aqlli mavjudotlar, ya'ni biz va sun'iy aqlli mavjudotlar. Va uning fikri bo'yicha kolonizatsiya qilishni aynan sun'iy aqlli mavjudotlar qilishadi. Va agarda biz koinotda boshqa sivilizatsiyalarni uchratsak, u aynan sun'iy aqlli mavjudot bo'lib chiqadi. Yaxshi-ku, odam sun'iy intellektni yaratgan va biz uni qanday fikrlashini bilamiz. Yo'q. Hozirgacha ularni qanday fikr yuritishini bilmaymiz. Sun'iy aqlli mavjudotning intellekti bizdan ko'proq bo'lishi shart emas. Ularda shunchaki biz uchun o'rtacha intellekt deb hisoblanadigan bo'lsa bas. Chunki protsessor bilan miyani juda katta farqi bor. Tirik organizmdagi elektrik jarayon bilan protsessordagi elektrik jarayonni o'rtasida juda katta farq bor. Chunki protsessorda, qo'pol qilib aytganda, ma'lumotlarni uzatilishi elektronlar yordamida amalga oshiriladi. Bizning miyamizda esa ionlar yordamida. Ionlarni ma'lumot yetkazib berish tezligi sekundiga 100 metrga teng. Elektronlar bo'lsa, yorug'lik tezligida harakatlanishadi. Va juda qo'pol qilib aytganda, agar siz bitta masala ustida tinmay, uzluksiz 30 kun ishlab yechim topsangiz, sun'iy intellekt uchun xuddi shu masalaga yechim topishi uchun atiga
1 sekund vaqt kerak bo'ladi. Chunki ular uchun katta ehtimol bilan vaqt oqimi boshqacha tuyuladi. Va bizning intellektimiz bilan ularning intellekti orasidagi farq odam bilan oddiy cho'p kabi. Nick Bostrom, Elon Musk va Stephen Hawking sun'iy intellektni insoniyat tarixidagi xatti-harakatini oldindan aytish juda qiyin bo'ladigan narsa ekanligini ta'kidlashgan. Hozir ozgina mavzudan chetroqqa chiqamiz, lekin tez orada o'zingiz nimaga uni qilganini tushunib olasiz. Olimlarning fikri bo'yicha odamzodni iste'mol qiladigan energiya miqdori muqarrar ravishda o'sib boradi. Kardashov bu jarayonni 3 ta turdagi sivilizatsiyaga ajratgan. Birinchi turdagi sivilizatsiya sayyoradagi barcha energiyani iste'mol qiladi. Ikkinchisida quyoshdan chiqayotgan barcha energiyani olib boshlaydi. Va nihoyat 3-turdagi sivilizatsiya koinotdagi milliardlab yulduzlarning energiyasini iste'mol qila boshlaydi. Agar buni iloji yo'q deb o'ylasangiz, xullas iloji bor. Misol uchun biz bu turga ko'ra 0.72-darajadamiz. Ikkinchi darajaga yetishish uchun esa Dyson sferasini ishlatishimiz mumkin. Ertami kechmi, agar tirik aqlli materiya bo'lmasa ham, sun'iy aqlli materiya 3-tur sivilizatsiyasi darajasiga yetib boradi. Lekin osmonda hali ham hech kimni topganimiz yo'q. Shunda barcha sivilizatsiyalar bilan nima sodir bo'lgan degan savol tug'iladi. Ertami kechmi asteroid yo'q qilib yuboradi deb bo'lmaydi. Yaraladigan sivilizatsiyalarni hisobga olgan holda ularning bir qismi tirik qolishi shart. Ya'ni nima bo'lsa ham o'sha narsa barcha sivilizatsiyalar uchun bir xil bo'lishi lozim. Shunaqa narsaki, sivilizatsiyalarni 3-darajasiga chiqishga yo'l qo'ymaydi. Aytgan narsamizni o'zini nomi ham mavjud. Uni buyuk filtr deb atashadi. Va qisqa qilib aytganda, buyuk filtrni nima ekanligini hech kim tasavvur qila olmaydi. Hattoki bu buyuk filtr gipotezasini keltirib chiqargan Robin Hansen ham. Uni ta'kidlashi bo'yicha, buyuk filtr sivilizatsiyani bir nechta bosqichga bo'lishi mumkin. Yulduz tizimining paydo bo'lishi va undagi sayyoralarda hayot yaralishi uchun yetarlicha sharoit bo'lishi. O'z-o'zidan ko'paya oladigan molekulalarning yaralishi, ya'ni RNK. Oddiy bir hujayrali hayotni paydo bo'lishi, misol uchun prokaryotlar. Murakkab bir hujayrali hayotni paydo bo'lishi, evkaryotlar. Jinsiy ko'payishni paydo bo'lishi, ko'p hujayrali organizmlarning paydo bo'lishi, rivojlangan miyaga ega bo'lgan hayvonlarning paydo bo'lishi, insoniyatning hozirgi holatigacha erishishi, sivilizatsiyalarning kolonizatsiya yordamida koinotda tarqalishi. Va buyuk filtr gipotezasiga ko'ra, shu bosqichlarning biri juda katta ehtimol bilan sodir bo'lmasligi kerak. Eshityapsizmi? Juda katta ehtimol bilan. Misol uchun, agar ko'p hujayrali organizmlarning paydo bo'lishi ehtimoli juda past bo'lganida, biz uchun bu juda yaxshi yangilik bo'lib chiqardi. Chunki bu degani biz buyuk filtrni bosib o'tdik va u ortimizda qolgan. Va biz Mars yoki boshqa sayyoralarda oddiy bo'lsa-da hayot izlarini topmasligimizga umid qilishimiz kerak. Chunki aks holda oddiy hayotning paydo bo'lishi biz o'ylaganchalik kam uchramaydigan hodisa emas bo'lib chiqib, Nick Bostromni ta'kidlashi bo'yicha, bu narsa gazetalarning birinchi sahifasida chop etiladigan eng yomon yangilik bo'ladi. Chunki agar rostdan ham Marsda hayot borligini aniqlansa, biz uchun buyuk filtr hali oldindaligini bildiradi va bizning sivilizatsiyamizning halok bo'lishi muqarrar. Ya'ni ikkita ehtimollik bor. Yo biz koinotda yolg'izmiz yoki yo'q. Ikkalasi ham biz uchun bir xil darajada dahshatli. Aytgan narsalarim haqida o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, biz qilgan tushunchalar aslida paradoksal. Qanday qilib o'ylamasak ham, hamma fakt va fikrlashlar bizga koinotda boshqa sivilizatsiyalar bo'lishi kerakligini ko'rsatmoqda. Bu paradoksni tushuntirib beruvchi bir qancha gipotezalar mavjud, lekin sizlar uchun eng yoqimlisini olib qo'yganman. 10 ming yil oldin odamzod nima qilganini bilasizmi? O'zini o'zi yo'q qilish bilan band bo'lgan. Hozir esa 21-asr. O'zingizga savol bering, biror narsa o'zgardimi? Ya'ni aqlning manfaati uchun aql mavjud bo'lmasligi kerak. Har doimgidek. Hozircha shu.